Assalomu alaykum. Xuddi biz kabi biyron gapirayotgan mahmadona to'tilar o'zimizning qo'qonlik qushchilar tomonidan parvarishlanmoqda. Qo'qondagi qay bir xonadonga bosh suqmang, albatta turfa xil o'simliklar bilan burkangan hovlida sayroqi qushlar chug'urini eshitasiz. Masalan, mana bu shinamgina fayzli xonadon eshigini ochishingiz hamon bir-biriga gal bermay sayrayotgan to'tilarning ovozidan boshingiz aylanadi. Hamyurtimiz Rustam Sotivoldiyevning bolalikdan jonivorlarga, ayniqsa qanotlilarga mehri o'zgacha edi. Juda kichikligidan qushlarni parvarishlay boshlagan. 8 yoshga to'lgandan keyin aynan to'tilarga qiziqishi ortdi. Uning ilk bor boqqani to'lqinsimon to'ti bo'lgan ekan. Rustam ana o'sha birinchi marta parvarishlagan sevimli to'ti qushini hamon tushlarga kirib turishini aytdi. To'lqinsimondan keyin karellalar, keyin razellalar deb olishdi, boqishni boshladim. Keyin shunaqa qilib katta qushlarga qiziqib qolib, katta qushlarni ham boqishga o'tdik. Biz endi yoshligimizda, maktab vaqtimizda dadamiz endi pul berardilar maktabga ishlatgani. O'shani yig'ib turib biz endi bozorga chiqib qush olardik. Sayyoramizdagi jamiki qanotlilar orasida serjilor rangi bilan ajralib turuvchi to'tilarga go'zallikda teng keladigani bo'lmasa kerak. Biroq ularning ham o'z chempionlari bor. Lorilarni ranglar xilma-xilligiga boy eng chiroyli turlardan deyish mumkin. Qushsevarlar yorqin tusi bilan maftun etuvchi to'tining yoqimli ovoziga ham shaydo bo'ladilar. Quloq solinga, bir necha turdagi juda ko'p to'tilar orasidan kichkinagina jussali Lorining xonishi yaqqol eshitilib turibdi. Tabiiy yashash makoni Avstraliya, Yangi Gvineya va Tinch okeani orollari bo'lgan Lori boshqa qardoshlaridan farqli yegulikni gullar orasidan qidiradi. U noan'anaviy tarzda gul changi bilan oziqlanadi. 62 turdagi lorilardan sanoqli vakillari uy sharoitiga moslasha oladi. Qobiliyati, yoqimli ovozi tufayli sirk tomoshalarida ishtirok etadi. To'ti nomi golland tilidan masxaraboz deb tarjima qilinadi. Bu nom faqatgina serjilo patlariga emas, balki quvnoq artistlik mahoratiga ham bog'liq. Yoz, bu lahza ta'mini his et. Pepsi. Qushning qafasdagi hayoti muammolardan xoli emas albatta. Bu qiyinchiliklar asosan ovqatlanishidagi kamchiliklarga borib taqaladi. Lorining ozuqa ratsioni imkon qadar tabiiy sharoitidagiga yaqin holda tuzilsa, behuda xavotirga o'rin qolmaydi.
Ayni vaqtda dunyo bo'ylab to'tilarning 300 dan ortiq turi ma'lum bo'lib, shulardan 150 ga yaqini Avstraliyada, 140 ga yaqini Markaziy va Janubiy Amerikada, qolgan turlari esa Afrika va Janubiy Osiyoda tarqalgan. Avstraliya to'tilaridan yana biri Razella bo'lib, u odamlar bilan birga yonma-yon yashay oladigan turlar sirasiga kiradi. Madaniy bog'lar va keng ekin maydonlari bo'ylab uchib borayotgan Razella bir vaqtning o'zida zararli hasharotlar va qurt-qumursqalarni qirib boradi. Qafasga, qo'lga tez moslasha olgani uchun Razella xonaki qush shaydolari orasida juda keng tarqalgan. Razellaning ovqat borasida ta'bi nozik. Ratsionidan donli aralashmalar, vitaminli ozuqalar, meva va ko'katlar o'rin olishi shart. Tabiatda qush lichinka va hasharotlarni yegani bois, qafasda ham unga chuvachang, hasharotlar berib turiladi. Mazkur turdagi to'tilarni erkin parvoz qila olishi uchun katta qafasga solish lozim. Tinimsiz mashqlar orqali unga bir nechta so'z o'rgatish mumkin. Yer yuzida Razellaning 50 dan ziyod turlari mavjud. Shulardan biri qizil Razelladir. Uni malina rang Razella deb ham atashadi. Mazkur qush to'tilarning eng chiroyli vakillari sirasiga kiradi. Qizil Razella ham o'z ichida 4 xilga bo'linib, ular dunyo bo'ylab tarqalgan va barcha naslchilar tomonidan muvaffaqiyatli ko'paytirib kelinmoqda. Malina rang Razella moda va nari tashqi ko'rinishidan 100% bir-biriga o'xshash. Ularni faqat mutaxassis farqlay olishi mumkin. Razellaning juda chiroyli mana bu turi yoqutrang Razella deyiladi. Uning yorqin qizil yoqutdek toblanuvchi patlari ko'pchilikni maftun etadi. Bu qush inson nutqiga taqlid qilishi, hatto qo'shiq kuylashni o'rganishi mumkin. O'z juftiga sadoqati, muhabbati tufayli ajralmas to'ti degan romantik nomga sazovor bo'lgan ushbu qushlarning ham turlari talaygina. Siz tasvirda ko'rib turganingiz niqobli turi. Yuz ko'rinishiga qarab, unga nima uchun bunday nom berilganini tushunish qiyin emas. Bu qushlar tabiatda Tanzaniya, Zambiya, Shimoli Sharqiy Mozambikni makon tutgan. 1927-yilda Yevropaga kirib kelgan. Niqobli ajralmas to'tisini tutqunlikda parvarishlash alohida qoidalarni talab etmaydi. Barcha qardoshlari kabi boqiladi. Bu hovliga kirgan kishi o'zini xuddi Avstraliya tropiklarida yurgandek his qilishi hech gap emas ekan. Chunki bu yerda ko'plab Avstraliya to'tilarini uchratish mumkin. Shulardan biri yoqali to'tilardir. Agar siz uni Razellaning bir vakili deb taxmin qilgan bo'lsangiz, u qadar katta xatoga yo'l qo'ymadingiz. Chunki yoqali to'tilar uzoq yillar Razellalar oilasiga mansub tur deb hisoblangan. Biroq ayni vaqtda mazkur to'ti barnardlarga tegishli tur ekani isbotlangan. Yoqali to'tilar odamlardan cho'chmay ochiq markaziy joylarda, bog' va xiyobonlarda ham yashay oladigan jasoratli qushlardir. Rustamning to'txonasida kalita, Senegal kabi juda noyob turlarni ham uchratdik. Senegal to'tisiga qiziquvchan, aqlli, quvnoq deya ta'rif berish mumkin. Zehn borasida uni zukko to'ti sifatida dong'i ketgan qush Jako bilan solishtirish mumkin. To'ti nomi kelib chiqqan joyi G'arbiy Afrikadagi mamlakat sharafiga qo'yilgan.
Rustam to'tilarni nafaqat parvarishlash, balki ko'paytirish sirlarini ham puxta o'rganib bormoqda. Ayrim to'tilar tutqinlikda qiyinchiliksiz nasl bersa, ba'zilari aksincha sabr va izlanish talab etadi. Jumladan, Jako zotidan zurriyot olish uchun katta tajriba kerak. Qahramonimiz 2006-yildan buyon Jako boqayotgan bo'lsa-da, 2015-yilga kelibgina 9 yil deganda undan nasl olishga erishdi. Hozirda uning 3 juft Jakosi bor va ular bir yilda 2 marta 3-4 tadan jo'ja beradi. Bu to'tini gapirishga o'rgatish uchun kamida 1 yil vaqt ketadi. Gapirtirishga o'rgatishimiz uchun qushlardan alohida joyga qo'yamiz. Odamlar arasiga qo'yamiz. Nimani ko'p gapirsangiz, o'shani oladi bular. O'shaning uchun televizorlarda odamlar ko'p joyga qo'yib qo'yamiz. O'shalardan sekin o'zi yillar davomida o'zi 1 yilga yaqin o'zi gapirishni boshlaydi o'zi bular. Gosha laqabli mana bu Jako tilimizdagi 40 ga yaqin so'zni o'zlashtirgan. Assalomu alaykum, Rustamxon, Bibisora, Gosha, alo kabi so'zlarni talaffuz qiladi. Kunlarning birida ajoyib voqea sodir bo'ldi. Gosha kelgan mehmonlarni hayron qoldirmoqchi bo'lib, stol tagiga berkinib oldi. Shoypoy olib chiqib ketganimda Gosha assalomu alaykum deb ularga salom berdi. Ular oqtarishdi. Kim bizga salom beryapti deb ular oqtarishganda ta'mi jim turib, ta'm salom berishdi boshladi. Keyin menga kelib, "Bu yerda bironta bormi? Nimaga bu bizga bironta salom beryapti?" dedim. Aytdimki, "Ha, shu qushimiz bor, Goshamiz. O'sha endi sizlarga salom beryapti, sizlar hali olmabsizlar" deb ularga keyin ko'rsatdim. Ular ham Goshamga qiziqib qolishdi. Telefonim jiringlaganda Gosham mendan oldin "Alo" deydi. Alo. Gosha. Assalomu alaykum. Gosha. Hadi bakalım. Alo. Buyur. Aksariyat turdagi to'tilarni gapirtirish mumkin. Ayniqsa Jako, Amazon, Kakadu va Ara turlarida boshqa turdagi to'tilarga nisbatan so'zlarni takrorlashga moyillik ko'proq bo'ladi. Ularga so'z o'rgatishdan oldin birinchi bo'lib qo'lga ko'niktirish, ishonchini qozonish kerak. Inson kaftiga, yelkasiga bemalol chiqib yurishi, qolaversa qo'rqmay qo'ldan ozuqa yeyishi lozim. O'rgatuvchining har bir so'zi aniq ifodalanishi, baland ovoz bilan aytilishi kerak. Muslima, choy opiling. Muslima, choy opiling. Okoro. Muslima, choy opiling. Olimlarning izlanishlari shuni ko'rsatdiki, to'tilar yer yuzidagi eng aqlli qushlardan biri hisoblanadi. Biroq shunga qaramay, to'ti qarg'a kabi fikrlash qobiliyatiga, o'ylagan so'zlarini tartibga solib idrok etish layoqatiga ega emas. Mingdan ortiq so'z boyligiga ega to'tiqushlar xotirasida xatolarsiz bir necha qo'shiqlarni eslab qolishi mumkin. Вы птица счастья завтрашнего дня. Прилетела, принялась, выбери меня, и встать с утра. Прилетела, принялась, выбери меня, и встать. Прокатила меня,
Biri qo'shiq kuylasa, biri nog'ora chaladi. Qarabsizki, to'tilardan iborat musiqiy guruh tayyorda. Barcha turlar orasida so'z boyligi eng ko'p to'ti bu albatta jakodir. Jako yoki kulrang to'ti G'arbiy Afrikada tarqalgan. Yirik tropik o'rmonlarda yashaydi. Agar unga to'g'ri parvarish va tarbiya bersangiz, chin do'stingiz hamda oilangiz a'zosiga aylanadi. Har qanday so'zni tez o'zlashtirib, takrorlash qobiliyatiga ega bo'lgan bu mahmadonalar egasidan ko'proq e'tibor talab qiladi. Jakoning ishonchini qozonish va sadoqatiga erishish uchun biroz vaqt va sabr kerak bo'ladi. U inson ovozini aynan o'xshata oladi. Bundan tashqari erkak, ayol va bola tovushida gapiradi. Lekin qushni bu darajaga olib kelish o'ziga yarasha mashaqqat talab etadi. Bu ishga astoydil hafsala va sabr bilan yondashish lozim. Ko'pincha to'tilar atrofdagi boshqa tovushlar, changyutgich shovqini, kulgu ovozi, yo'tal, eshik g'ichirlashi kabilarni ham o'zlashtirib oladi. Albatta, ular orasida ham uquvsizlari bo'ladi va biz 100% barcha jakolar zehnli deb ayta olmaymiz. Dunyoga mashhur bo'lgan, eng aqlli jako deb tan olingan Alex laqabli qush 150 ga yaqin so'zlarni talaffuz qilgan. Shuningdek, u buyumlarni shakli va rangiga ko'ra farqlay olgan. Qizil dumli to'ti amazonlarni ham gapirishga oson o'rgatish mumkin. Lekin uning ovoz tembri insonnikidan ancha farq qiladi va u gapirganda qush ovozi ekanini yaqqol payqash mumkin. Kam hollarda kakadu zotidan ajoyib, a'lochi taqlidchilar chiqishi mumkin. Yana eng yirik to'tilar bo'lmish aralar orasida ham gapdonlari uchrab qoladi. Katta kakadu bilan solishtirganda ara so'zlarni aniq va tiniq talaffuz qiladi. Eng qizig'i shundaki, mutaxassislarning ta'kidlashicha, to'tilarda ovoz boylamlari mavjud emas ekan. Ularda ovoz havoning sanchiqsimon traxeyadan o'tishi hisobiga hosil bo'ladi. To'tilarda nutq, ya'ni so'zlash bo'lmaydi. Shovqinning har xil manierada chiqishi bizga xuddi to'ti gapirayotgandek taassurot uyg'otadi. Assalomu alaykum. Тише, хороший мальчик, моя любимая птичка. Птичка скучает, птичка скучает. To'ti qushlardan to'lqinsimonlarni parvarish qilish kichkintoylar uchun biroz yengil. Chunki bu mittagina qushlar bolalarni yaxshi ko'radi. To'lqinsimonlar nafaqat bolalar, balki hamxonalari bo'lgan boshqa jonivorlar, masalan, akvariumdagi baliqlar bilan ham do'stlashib ketadi. Xuddi mana bu to'ti kabi. To'tilarning o'ta ziyrak qush ekaniga shubha yo'q. Jimgina quloq solib turgan vaqtda atrofdagi jonivorlarning ovozini o'rganayotgan bo'lsa, hech gap emas.
So'zamol to'tilar orasida ertakchilari ham bor. Xuddi boladek, nimani yodlatsangiz shuni takrorlaydigan antiqa to'tingiz bo'lsa, qanday yaxshi-ya? Qahramonimiz 3 yildan beri aralarni boqib keladi. Hozir unda ko'k sariq araning bir jufti bor. Bu to'tilar oilasi 1 yil oldin ilk bor 3 ta jo'ja ochib chiqdi. Bu yil esa 4 ta nasl berdi. Ko'k sariq ara tabiatda daryo bo'ylarida joylashgan tropik o'rmonlarda yashaydi. Uning rangi ko'zni qamashtirar darajada yorqin. Chiroyli qushning biroz to'polonchiligi ham bor. Ushbu ziyrak to'ti begonalar oldida yoki biron xavf tug'ilganda bor ovozi bilan qichqirib, shovqin sola boshlaydi. Keyin uni osonlikcha tinchlantirib bo'lmaydi. U yovvoyi, qaysar xarakterga ega bo'lishiga qaramay, qo'lga oson o'rganadi. Qushlarga iliq so'z va erkalashlar yoqadi. Shu tarzda silab, siypalab, yosh boladek aldab, bezovtaligini kamaytirish mumkin. Agar araga qo'pol munosabatda bo'linsa, qafasga moslashish davrining ilk oylaridayoq nobud bo'ladi. To'ti polapon ochish paytida insonga xavf tug'dirishi mumkin. Bu davrda u juda tajovuzkor bo'ladi. Araning insonga yaxshigina zarar yetkazishi mumkin bo'lgan baquvvat tumshug'ini unutmagan holda, yaxshisi bu vaqtda ularga yaqinlashmagan ma'qul. Bu zehnli qushni ko'ngilochar o'yinchoqlar bilan chalg'itish mumkin. Agar u nimadandir bezovta bo'lsa yoki zeriksa, patlarini yula boshlaydi. Bu kasallik belgisi bo'lishi ham mumkin. Qulay sharoitda ara ko'rib turganingizdek qafasda ham ko'payadi. Agar sizga gapga chechan to'ti kerak bo'lsa, bu ara emas. Unga bir nechta so'zlarni o'rgatish mumkin, lekin so'zamol suhbatdosh bo'la olmaydi. Ammo ekzotik qush uyingizga tropik o'rmon manzarasini olib kiradi. Aynan go'zalligi aralarni tabiatda kamayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Araning qator turlari qizil kitobga kiritilgan. Mana bu jo'jalardan biri bugun qadrdonlari bilan xayrlashadi. Uni olib ketish uchun yangi sohibi ataylab Toshkentdan Qo'qonga keldi. Bu to'tini gapirtirishni xohlovchilar aynan 3 oyligidan tarbiyani boshlashi lozim. Baxtiyor aka ham aynan mana shu maqsadda ara to'tisini parvarishlamoqchi. Men bedana va xo'roziga qiziqar edim. Hozir lekin shu oxirgi kunlarda to'tiqushlarga qiziqishim ortib bordi. To'tiqushni qaysi turi yaxshiligini, qaysi turi masalan inson ko'rganda ko'zi quvnashligini bir o'rganish maqsadida shu bir tanishim bor edi, mutaxassis shu to'tiqushlar bo'yicha shu odamni oldilariga kelib maslahat olmoqchiman. Menga shu to'tiqushlardan arra turi juda yoqyapti. Shu to'tiqushni boqish, ko'paytirish, qanaqadir uy sharoitida shularni bir o'rganish maqsadida Qo'qon shahriga keldim.
Rustam aka, men arani polapondan boqmoqchi edim aka. Shunga nima maslahat berasiz? Buni o'zini tabiiy bo'tqalari bormi beradigan? Nima bilan boqsa tez voyaga yetadi? O'zini maxsus bo'tqasi bor. Maxsus deganim sababi o'zini onasini suli tarkibida bor. O'sha narsani bersiz, qush tezda rivojlanadi. 10 kunlik polaponga har 2 soatda berib turasiz. Keyin 10 kundan o'tgandan keyin o'zi 15-chi o'tgandan keyin 3 soat, 4 soat arasini sekin-sekin kamaytiraverasiz. 3 oylik bo'lganda o'zi 3 mahal boqasiz. 4-oyga o'tganda sekin o'zini pistalarini, oq pista, qora pistalardan berib turasiz. Keyin meva-chevalar sekin-sekin ozgina-ozginadan berasiz, ko'p bermaysiz. Ozgina-ozgina berib, bo'tqasidan bir mahal boqasiz. Keyin shu bilan donga kirgizib yuboraverasiz, shuni qilib. Rustam aka, bu ari to'talarni boqish uchun shart-sharoiti qanaqa bo'lishi kerak bularni? 2 ga 3 qilib, chiroyli qilib, joy qilib, qafaslarni qilib, valerlar qilib, tinchroq joy kerak. Polaponlari necha yoshda voyaga yetadi, necha yoshda nasl qoldirishi mumkin? 7-8 yilda nasl osis bo'laveradi bulardan. Shunday qilib, Ara polaponi poytaxtga yo'l oladi. Endi uni yangi uyda yangi sarguzashtlar kutmoqda. Respublikamizning turli viloyatlarida Rustam va Baxtiyor kabi qushsevarlar juda ko'p. Ular shu tarzda yangi turlarni ayirboshlab, bir-biri bilan tajriba almashib turadilar. Rustam yil boshida katta to'tilar uchun yangi qafas qurgan edi. Lekin qushlar bu yerda bezovtalana boshladi. Keyin bildiki, u qafas uchun noto'g'ri joy tanlagan ekan. Shu bois to'tilarga ma'qul kelmadi. Buni tushunib yetgach, eskisini buzib, hovlining boshqa tomonidan yangi, katta, har bir xonasi 2 ga 3 metr hajmdagi bitta oila bemalol yashashi uchun mos qafas yasadi. Birinchi biz katta qushlarga qafas qilganmiz, xonalariga. Buni biz tushunmasdan bir hovliga qildik. Ularga optoni ta'siri bo'lib, endi qushlar qiynaldi. Hozir endi yangi qafaslar qilib, xonalar qurib, hozir bularga sharoit qilib qo'ydik. Issiq kunlarda qushlar qiynalmasligi uchun muzlatgich o'rnatyapmiz hozir. Mana bu qizil araning jo'jasi shu yilning 15-martida tuxumdan chiqqan. 4 oylik bo'lishiga qaramay, gavdasi deyarli ota-onasiga yetib qolgan. Ara polaponlari juda tez o'sarkan. Yosh orasidagi tafovut asosan dumida ko'zga tashlanadi. Katta qushlarning dumi uzun bo'ladi. Aralarda dumlariga qarab o'sha o'q dumlari bo'ladi, o'shalari uzun bo'lib sal chiqqanda don yeyishga o'tibdi deb keyin pistalar berishni boshlaymiz o'shalarga, kashalardan sekin chiqarib, meva-chevalarni berib, sekin o'rgatamiz. Keyin o'zi mustaqil don yeyishga o'tib ketadi o'shalar.
Aralarga yovvoyi, injiq va odamovi deya ta'rif beriladi. Lekin polaponga qarab bu fikrga qo'shilish qiyin, chunki u shuncha begonalar orasida bo'lishiga qaramay, o'zini juda xotirjam, erkin his qilayotganini ko'rib turibsiz. Tasvirchini qiynamay, o'zi kamera qarshisiga kelib, bajonidil tasvirga tushyapti. Balki hamma gap tarbiyadadir yoki ziyrak jonivor ishonchli qo'llarda ekanini his qilib ulgurganmikan? Ara qushim bor, Goshadan tashqari. U ham juda odamni yaxshi ko'radi. Hovlilarga ham qo'yib yuborganman. Ishdan kelganimda, misol chaqirsam, tomdan o'zi uchib keladi qo'limga. Yonimga kelib erkalanadi. Bu qafasga esa ko'k sariq araning polaponlari joylashtirilgan. Ular ham salkam 4 oylik bo'lishdi. Aralar juda shovqinli qush. Ovozi gavdasiga yarasha baland va jarangdor. Shu bois bu turni chidaganlar boqadi. Aralarni ovqatlantirishdagi me'yor har bir turning hajmiga qarab belgilanadi. Bu polaponlar hamon kunda bir mahal bo'tqa bilan boqiladi. Jo'jalar boshdan odamga o'rgatilgani uchun bemalol qo'ldan ovqat yeydi. Aks holda mana bu bir juft kakadu kabi o'zini olib qochgan bo'lardi. Aralarni bu vaqtda jinsini aniqlash qiyin. Shu sabab qay biri nar, qay biri moda bizga noma'lum. Barcha oilalarda har xil fe'l atvorli bolalar bo'lishi tabiiy. Bu polaponlar orasida mana bunisi juda qiziquvchan va sho'x ekani ko'zga tashlanyapti. U kameraning ketidan ta'qib qilib cho'qib ko'ryapti. Balki qorni ochgandir. Tamaddi qiladigan vaqt kelganga o'xshaydi. Keyingi qafasdagi eklektuslar oilasi ko'payishga hozirlik ko'rayotgan ekan. Bu maxsus uycha qushlarning jo'ja ochib chiqishi uchun moslangan. Ya'ni ularning tug'ruqxonasi. Hozir eklektuslar tuxum bosib o'tiribdi. Shu sabab ularni bezovta qilmaslikni ma'qul topdik. Ular bilan yonma-yon ketak, jakolar juftligiga tegishli. Nari kulrang, modasi qizil rangda. Bu yerda to'tilarning ko'payishi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Qo'shnixona kakadular oilasiga tegishli. Ular 5-6 yoshda. Bu turning boshqalarga nisbatan jussasi kattaroq bo'ladi. Keyingi katakda esa 3-4 yoshli sariq tojli kakadular yashamoqda. Kakadu Avstraliya, Indoneziya, Yangi Gvineya va Filippin orollarini makon tutgan. Tabiatda ularning 21 turi bor. Kakadular orasida ayniqsa sariq tojli kakadu inson ovoziga taqlid qila oladi.
Bu qush artistlik qobiliyati, quvnoq xarakteri, odamga bo'ysunishi va yoqimtoyligi bilan ishqibozlarni maftun etadi. Kakaduni raqs tushishga, akrobatik harakatlar qilishga o'rgatsa bo'ladi. Unga 10 dan ortiq so'zni yodlatish mumkin. Kakaduni tutqunlikda albatta katta va keng qafasda boqish kerak. Zero qush bemalol qanotlarini yoyib harakatlana olsin. Agar katagi kichik bo'lsa, to'ti odamovi va tajovuzkorga aylanadi. Yana uning qafasiga o'yinchoqlar va kichik xodachalarni joylashtirish kerak. O'yinchoqlar albatta yog'ochdan bo'lishi lozim, chunki qush buni albatta tumshug'i bilan o'ynab charxlaydi. Shuningdek, qushni tez-tez qafasdan tashqariga chiqarib turish, qanotlarini keng yoyib, erkin harakatlanishiga, atrof bilan tanishishiga hech bo'lmasa 20-30 daqiqa vaqt berish joiz. Kakadu taklif qilingan ozuqani rad etmaydi. Faqat bunda me'yorni unutmaslik lozim. Ortiqcha ovqat berilgan holatda bir joyda harakatsiz o'tirgan qush kasalga chalinishi mumkin. Vatani sharqiy va janubi sharqiy Avstraliya bo'lgan sariq tojli kakadular bizning vodiy sharoitiga ham a'lo darajada moslasha oldi. Buni xotirjam sayr qilib yurgan uchovlon kakadularning xatti-harakatlariga, salomatligiga qarab anglash mumkin. Deyarli bir-biriga ikki tomchi suvdek o'xshash bu ikki kakaduning biri triton, ikkinchisi sariq tojli turi. Ajablanarlisi, har ikkisining laqabi Gosha. Ularni faqat biroz farq qiluvchi gavdasidan ajratish mumkin. Triton yirikroq bo'lgani bois unga katta Gosha, sariq tojli kakaduga esa kichik Gosha deb nom berdik. Katta Gosha 18 ta so'z yodlagan, lekin tasvirga olish jarayonida bironta so'z aytishni xohlamadi. Ammo dam olish vaqtida holi qolgan rejissyor oldiga kelib, "Assalomu alaykum, Gosha" deya aylana boshladi. Shoshib qolgan rejissyor telefonini olib arang tasvirga olishga ulgurib qoldi. Assalomu alaykum. Gosha. 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 Ikkalasi bir pasda do'stlashib olib, rosa o'ynashdi. Gosha hatto rejissyorning qo'liga chiqib oldi. Bundan erib ketgan hamkasbimiz to'tining boshini silab, "Erkatoy, erkatoy" degan edi. Kutilmaganda Gosha ham "Erkatoy" deb takrorladi. Uning so'z boyligi yana bittaga ko'paydi. Bu voqeadan so'ng ijodiy guruhimiz bilan Goshani Erkatoy deb atay boshladik. Bunisi endi kichkina Gosha. U raqsga tushishni bilar ekan. Buni juda ko'rgimiz keldi. Lekin bu paytda Goshaga sira ilhom kelmadi. Biroz fursat o'tgach esa Goshaning o'zi Jako jo'jalari oldiga borib o'ynay boshladi. Boshida qiziqish bilan uning raqsini tomosha qilgan jo'jalar tezda zerikib orqasini o'girib oldi. Raqqos to'ti ham bo'sh kelmay, ularning dumidan tortib o'ziga qaratib tomosha qilishga majburlay boshladi. Hozir jo'jalarning ko'ngliga konsert sig'maydi, chunki ularning qorni och. Buni bilgan Gosha avval ularga yegulik berib, so'ng o'ynashda davom etdi.
to'tilar hovli bo'ylab ko'm-ko'k maysalar ustida erkin sayr qilish imkoniyatiga ega. So'limgina go'shada Jako, kakadu, aralar do'stona hayot kechirishyapti. Maysazorda toblanib yotgan mana bu polaponlar ko'k sariq araning 1,5 oylik jo'jalari. 2 oylik bo'lib qolgan Jako jo'jalari esa chop qillab o'ynab yuribdi. To'tilar nafaqat ko'zni qamashtiruvchi go'zalligi, balki yumorga yo'g'rilgan ajabtovur harakatlari bilan biz insonlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Bu noyob qushlarni nafaqat moddiy manfaat uchun, balki turini saqlash va ko'paytirish yo'lida xonadonlarida parvarishlayotgan yurtdoshlarimizga tahsinlar aytamiz. Zero birgina turni saqlab qolish orqali tabiat muvozanatidagi o'ta muhim bir halqani asrab qolgan bo'lamiz.